Assalomu alaykum mehribon ustozlar, onajonlar, yaxshimisizlar? Huzurda qilmadikmi? Barcha o'quvchilarimizni davran taklif qilamiz. Marhamat, kelinglar. Sizlar uchun bugun ajoyib sovg'alarimiz, rizqonlarimiz bo'lsin. Marhamat, kelinglar. O'qolamiz ichida. Marhamat, keling. Bugun sizlarni xursand qilish maqsadida tashrif buyurdik. 24-maktab internat o'quvchilari 88-bitiruvchilar nomidan mehribon ustozlarni xursand qilish maqsadida tashrif buyurdik. O'quvchilaringiz bilan gaplashdim. Ustozlaringizni, mehribon ustozlaringizni qanday so'zlar bilan ta'riflaysiz? Ularni qanday so'zlar bilan xursand